Azizlarim, bilasizmi, nima uchun ko'pchilikning orzulari orzuligicha qolib ketadi? Chunki biz so'rovchi zotning naqadar saxiy ekanligini unutib qo'yamiz. Biz kichik narsalarni so'rashga o'rganib qolganmiz. Go'yo katta niyatlar qilishga haqqimiz yo'qdek. Lekin bugun men sizga bir kalitni bermoqchiman. Bu shunchaki so'zlar emas, bu cheksiz xazinaning eshigini ochuvchi kalit. Allahumma inni as'aluka, ya'ni ma'nosi Allohim, albatta men sendan so'rayman. Sizning so'rash chegarangiz sizning olish chegarangizdir. Koinotda hamma narsa yetarli va cheksiz. Qalbingizni keng qiling. Agar hozir mo'jiza sodir bo'layotganini his qilsangiz, niyatingiz ijobat bo'lishini boshlaydi. Kelajakdagi o'zingizni tasavvur qiling. U qanday uyda yashayapti? Keling 10 yil keyingi o'zingizni tasavvur qilaylik. Qanday mashina haydayapti? Qanchalar baxtli? Qanday uyda yashayapti? Hayoti qanaqa? Shuni unutmang. So'rash sizdan, berish esa imkonsizni imkonli qiluvchi zotdandir. Moddiy orzular uchun 10 ta aniq misol beraman. Duoning davomiga quyidagi moddiy niyatlarni qo'shib vizualizatsiya qilasiz. Orzularingizdagi koshona uy, misol uchun Allahumma inni as'aluka, oilamiz bilan baxtli, fayzli va keng zamonaviy hovli shahar markazidagi shinam xonadonda yashayotganligimizga minnatdorman, minnatdorman, minnatdorman. Ya'ni oldindan minnatdorchilik bildirasiz. Ikkinchi misol Allahumma inni as'aluka, aynan men xohlagan rangdagi xavfsiz va eng so'nggi rusumdagi avtomobil sohibasiman. Minnatdorman, minnatdorman, minnatdorman. Uchinchisi daromadning keskin oshishi uchun Allahumma inni as'aluka, har oyda kamida $10,000 yoki siz xohlagan summani aytishingiz mumkin, sof foyda keltiruvchi barakali biznesim borligidan minnatdorman, minnatdorman, minnatdorman. To'rtinchisi qarz va majburiyatlardan qutulish. Allahumma inni as'aluka, barcha moliyaviy bog'liqliklardan xalos bo'lish va to'liq moliyaviy erkinlikdan minnatdorman, minnatdorman, minnatdorman. Beshinchisi hashamatli sayohatlar. Misol uchun Allahumma inni as'aluka, dunyoning eng go'zal go'shalariga oilam bilan birga birinchi darajali sayohatlarimdan minnatdorman, minnatdorman, minnatdorman. Keyingisi farzandlar kelajagi uchun sarmoya. Allahumma inni as'aluka, farzandlarim dunyoning eng nufuzli investitsiyalarida tahsil olishi uchun yetarli bo'lgan moddiy imkoniyatdan minnatdorman, minnatdorman, minnatdorman. Yettinchisi yirik investitsiyalar. Allahumma inni as'aluka, menga passiv daromad keltiruvchi ko'chmas mulklar va moliyaviy aksiyalar borligidan minnatdorman, minnatdorman, minnatdorman. Keyingisi sog'lom va go'zal tashqi ko'rinishingiz. Allahumma inni as'aluka, eng qimmat va sifatli parvarishda sog'lom tanaga va o'zim orzu qilgan go'zal qomatga ega bo'lishdan minnatdorman, minnatdorman, minnatdorman. Keyingisi xayriya qilish imkoniyati. Allahumma inni as'aluka, muhtojlarga yordam berish, masjid yoki maktab qurish uchun yetarli bo'lgan ulkan boylikdan minnatdorman, minnatdorman, minnatdorman. Keyingi oxirgisi brend va obro' e'tibor. Allahumma inni as'aluka, dunyo taniydigan shaxsiy brend va bu orqali keladigan katta moddiy muvaffaqiyatim borligidan minnatdorman, minnatdorman, minnatdorman. Azizlarim, misol uchun 10 ta jabhaga misol keltirdim. Buni siz cheksiz davom ettirishingiz mumkin. Har kuni kamida 10 daqiqa vaqt ajrating va o'zingiz bilan yolg'iz qoling. Sizni qanday orzularingiz bo'lsa, boshiga Allahumma inni as'aluka va oxiriga minnatdorchilik bilan orzularingizni xuddi men aytgan usulda keltiring. Buni og'zaki qilishingiz ham mumkin. Ikkinchi usuli qog'ozga eng kerakli bo'lgan 10 ta orzungizni xuddi men aytgan misoldek yozib oling va har kuni bir stakan suvga ovoz chiqarib uni o'qing. Asosiysi kalit so'zimiz Allahumma inni as'aluka. Ha, aytgancha eslatib o'taman, meni yopiq Telegram klubimga a'zo bo'ling. U yerda pul bo'yicha juda ham ko'p texnikalar bilan bo'lishib boraman kun davomida. Link opisaniyada qoldirilgan.